keyingi masala 12-masala. Jismimiz zaryadi 40% ortsa va masofa 80% kamaysa degani o'sha zaryaddan qandaydir nuqtagacha bo'lgan masofa 80% kamaysa, o'sha nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi deb savol bergan asli. Demak, dastlab kamaymasdan va umuman zaryad va masofa o'zgarmasdan oldin elektr maydon kuchlanganligi Y1 deymiz uni. K Q taqsim Q1 taqsim R1 ning kvadrati bo'lsin. Dastlabkisi bu mana yozib oldik. Dastlab hech qanaqa zaryad ham, masofa ham o'zgarmasdan oldin. Endi zaryad 40% ga ortdi. Demak, Q2 40% ortsa 1.4 Q1 bo'lib qoladi. Masofa 80% ga kamaysa, R2 keyingi holatda 80% kamaysa 0.2 R1 bo'ladi. Uni bilamiz. Shunda elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi desa, Y2 keyingi holatda K Q2 taqsim R2 ning nimasi bo'ladi? Kvadrati bo'ladi. Demak, K Q2 bizda 1.4 Q1, R2 bizda 0.2 R1, uni kvadrati bo'lgani uchun 0.04 R1 ning kvadrati bo'ladi. Mana kvadrat ko'tarib oldik. Endi shunda K Q1 taqsim R1 ning kvadrati bizga Y1 ni beradi. Demak, biz yozishimiz mumkin 1.4 taqsim 0.04 Y1 deb yozib olsak bo'ladi. Mana bu surat mahrajini 100 ga ko'paytirsak, demak Y2 teng bo'ladi 140 taqsim 4 Y1 ga. 140 ni 4 ga bo'lsak 35 Y1 chiqadi. Demak, keyingi holatda maydon kuchlanganligi avvalgisidan 35 marta katta, ya'ni 35 marta ortgan degan javobni olamiz.